Assalomu alaykum metal obunachilar, mana bizga Jassik brendidan 380 ya'ni 2 fazaga ishlaydigan yaxshi svarishni apparatimizdan jo'natib yuborishibdi. Xudo xolasa mana ochib ichidan nima chiqadi, qanaqa chiqadi ko'ramiz. O'zi juda ko'p apparatlarimiz Jassik apparati. Xudo xolasa yaxshi ishlaydi, zo'r. Operator yaqinroq olib kelsangiz, mana ichini ochdik. Ichidan shunaqa sertifikatga tanlovlari, massasi, unga zapas alohida dejakka yoki boshqa nimaga ishlatgan. Xo'p. Uning ichida mana o'zini yaxshi qo'l qotib pechatkasi. Albatta buni o'zini ichida o'ziga mos. Shunaqani yaqinroq olib keling. Redaktorlari, komplekt. Xo'p, 24 derajagi 5 metrli. Baquvvatida. Shlangi. Bismillah. Albatta bu apparatni o'zi. Ko'rishlari mumkin akalar. Xo'p, bu 380 ya'ni 2 fazaga ishlaydi. Bizda mana operator ko'rsatsalar, bizda 220 ligi ham bor, juda ham zo'r ishlaydi. Juda ham ko'p apparatlarimiz Jassik brendiga mansub. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Shunaqa apparatlarni olib, ishlayni sifatini va albatta choklarini zo'r chiqishga yordam beradi. Hammalarga tavsiya qilamiz. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.